Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Kanalimizga xush kelibsiz aziz muxlislar. Bugun biz sizlar bilan bir ajoyib mavzu to'g'risida gaplashamiz. Sizning oshqozoningiz, qizilo'ngachingiz yoki 12 barmoqli ichagingiz bezovta qilyaptimi? Unga hadeb dori-darmon ichavermang. Biz unga bir yechimini topamiz. Tabiiy yo'l bilan uni davolashni hozir men sizlarga o'rgataman. Buni davosi tovuq sho'rva, oddiy tovuq sho'rva emas. Agar xonadonlarda, hovlilarda yashaydigan bo'lsangiz, yangi chaqirgan xo'rozni go'shtini qilasiz. Ko'p qavatli uylarda, boqishni iloji yo'q joylarda bo'lsangiz, ko'chadan olib kelgan tovuq go'shtingizni xil joyidan chiroyli qilib, tuzlab, yaxshilab turib tovuq sho'rva qilasiz. Hamda o'zimizni hovlilarda, ariqlarda bo'yida o'sadigan bo'zchi zubtirimdan somsa tayyorlaymiz. Mana zubtirim mana shu bo'ladi mana. Bo'zchi. Endi mana shu yerdan men shularni terib olaman. Endi buni eritib qo'yamiz. Ozgina uksus quyib. Chunki maysazorlar ichida har xil hasharotlarning lichinkalari bo'ladi. Bunga uksus quyib qo'yamiz hamda uyutib qo'yib qo'yamiz suvda. Endi qaynab turgan sho'rvamizni mana suvini biqir qaynayapti. To'g'ri ochimizdan go'shtlarimizni solib qo'yamiz. Go'shtlar qaynaguncha boshqa masalalarni tayyorlashtiramiz endi. Go'shtimiz yarim soat qaynagandan keyin yarimta piyozni butunicha tashlab qo'yamiz. Qaynab. Endi boshqa mahsulotlarni navbatdan-navbat solamiz. Bolgarskiy, pomidor, sabzi, kartoshka va ko'katlardan. Bular yana bakalab qaynaydi. Havo chiqib turadigan joyi bor. Uzoqroq qaynaydi. 1 soat qaynagandan keyin biz buni endi pastlatib piqirlab qaynashiga yo'l qo'yamiz. Endi ko'katimizni to'g'rab, qiyma qilib chevrakka harakat qilamiz. Bo'zchidan somsa tayyorlaymiz. Ozgina sir qo'shib chevarakni yopamiz hamda uni skоворodkada pishirib olamiz. Bu xalqona retseptni men onajonimdan o'rganganman. Onajonim bizni shunday davolar etdilar. Chevrakimiz tayyor. Mana sho'rvamiz ham tayyor, chevrakimiz ham. Yoqimli ishtaha. E'tiboringiz uchun rahmat. Qilgan kompot bilan birgalikda.